O'zbek fuqarolari darhol xabardor bo'ling. O'zbekistonda hafta boshidan boshlab ayrim hududlarda kuchli yog'ingarchiliklar yana boshlanishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi 15-iyun kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechqurun ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati kunduzi 36-38 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo harorati kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatiladi. Harorat kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatilishi kutilmoqda. Harorat kunduzi 38-33 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Ayrim joylarda sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduz kunlari 24-29 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda.